Qadrli kitap anlıqçı, kitap anlaş topadaki dostlar. Bugün Ulug'bek Hazinesi 2. kısım 21. mavzunu birlikte okuyumuz. Qani diqqatinglar kitapta bo'lsin. Mevlana Ali Qushchi hayronlik va g'ashlik ichida qoldi. Mana bir haftadan oshdi. Sirtdan kelib turadigan to'qash nonlar kelmaydigan bo'lib qoldi. Tünügünden beri toqaş tügül arpa neni bilen bir çögün soğuk sumu birinmedi. İhtimal onu unutup kaldı ya ki bu karanlık görde açlıktan öldürüşki qasd qilishdi. En yamini şu ki Mevlana Felakiyat hakkında kullanma degan eserining muqaddimesini yezip bulup onu emdi çögüngü selip sadiq shogirdlarga maxfiy yusunda yetkizib bermoqchi bo'layotdi. Ahvoldan qaraganda bu ishmo amalga oshmaydigandek turdi. Keyingi kunlarda Mevlana'nın har ikki puti ishib, mangsimi, oltusimi og'riydigan bo'lib qoldi. O bir joyda soatlab o'ltirib putini uvlaydi. Tishini chin tishlab ishiqlarni silaydi. Oxir holsizlanib yırtık boğruğa yanpaşlaydı. Lekin uzak yatalmaydı. Aslından nem tepip, sunak-sunaklerigice zıngıldap gidetti de turuşqa mecbur buladı. O ağrıvatkan putlarını silap, ağrıqını sel pes etkenden keyin aksığın içe tarı qamakhanını aylanıp, yine risale üstüde mulayeze yürgüzetti. Ve özüge teselli biriş, canını qaqşatqan ağrıqni unutish uchun o'ylanadi. Biroq, keyingi vaqtlarga kelganda o'ylanishqimi majoli qolmadi. Ağrıq ve ochliq tufaylidan qizitmasi o'rlab, ko'z oldini tuman qaplab olgandek bo'ldi. Bu tuman arasida ba'zida nursiz ko'zlaridan taramlab yosh quyulayotgan onasi Tilla Bibi ko'rinadi. Ba'zida ustoz Mirza Ulug'bek bilan Qozizade Rumi hazratlari paydo bo'lib, pand nasihat qilishadi. Va uning risolasi ustida muloyiza yurgizib, tuzitish yurgizadi. Ajab narlik shuki, qizitmasi tuvallab, sal as hushiga kelganda o'ylanib ko'rsa, bu tuzitishlar hamisha o'rinliq bo'lib chiqadi. Bugün ağrıq uni odatdan tashqari qattiq qiynadi. Tırnaqlarıgacha zingildatib etgan bu ağrıq bilan elishqa maqdur yetmay, o'tda qizib yotganida go'yo eshik ochilib, ustoz kirib kelgandek va qashig'i kelib, "Nima bo'lding o'g'lim Ali?" deb so'ragandek tuyuldi. "Qanday qilay ustoz?" dedi Ali Qushchi xiyolan yeniga kelib o'ltirgan ustozga murojaat qilib. "Og'riq azoblayotidi." Astagfirullah. Bu eg'ir vazifani yuklab, seni o'tqa ishtiribdiman o'g'lim. O'rningdan tur. Shahzodaning oyog'iga bosh qo'y. Buningdan boshqa chora yo'q, Ali. Yo'q, ustoz, sizning vasiyatingizni ado qilmay, maxfiyatlikni oshkorlagandan ko'ra, bu mudhish go'rga o'lginim tuzuk, ustoz. Bo'lmasa qiyomatda sizning yuzingizga qaysi yuzim bilan qarayman? Ustoz uning so'ziga quloq solmay, qo'ltiqidan yo'lab, o'rnidan turg'izmoqchi bo'lganmish. Kim birdilla dar g'azab kelib, "Tur deyman" deb vaqirganmish. "Seni podshoh olam Mirza Abdulatif chaqirdi." Podshohi olam chaqirdi? Bu tushunma o'g'ilmi? Mevlana bütün gücünü yığıp gözünü aran açtı. Tova. Onun yanında ustoz emas, belki qo'ltiqidan yo'ligan ikki lashkar turibdi. Ishikda mashal tutgan yana bir lashkar ko'rindi. Ali Qushchi tishini chin tishlab, qaddini ruslashga urindi. Biroq ruslayolmay tomga yulinib qoldi-da, "So" deb pichirladi. "So" varqirdi lashkardan biri.
tezden su keltir. Ali Quşchi bir qachi suvni bir ko'tarishida tugitib, qachini qaytirib berdi. Muzdek su nimishqidir uning ichini qizitib etgandek bo'ldi-da, fikri ro'shanlashib, Shahzoda Peqirni nima qilur, dedi ichida. Uning maqsadi nima? Yana so'roq qilishmadi. Kupur kitoblarni top deb besim ishlaturmi? Ali Quşchi darmonsizlanib ko'zini yumdi. Shahzoda meni mushu holatda ko'rsa nima der? Jahillik qilsang, texmi xor bo'lasan deb xursand bo'lmasmi? Ali Quşchi qamoqxonadan o'zi minib chiqmoqchi bo'ldi, lekin puti irodasiga bo'ysunmay titrab ketdi-da, uni yana lashkarlar yulib olishdi. Uzun yer osti yo'ldan o'tib, ustiga chiqquncha u Yasovullahga yo'linib mandi. Keyin tishini ching tishlagunicha bir besib o'zi mandi. Tong otishga oz qolgan bo'lsa kerak, atrofda xo'rozlarning chillashlari, eshaklarning hangrashlari anglatdi. Lekin osmonda salsizlagan yulduzlar so'psizlik chaqnab, bahorning illiq g'ur-g'ur shamolida gul giyohlarning xushparaqlari dimoqqa güp urilatdi. Ular saroy o'ttirisidagi marmar ko'lchakning qishig'i borganda, Ali Quşchi birdam to'xtab, osmonga, chaqnab turgan yulduzlarga tikilib qaradi. Ana, uning qoq ustida 7 qaroqchi yulduzi. Sel pasrakda bir tutam cho'g'dak pildavatgan ukar. Gümbaz ustidagi Nahid yulduzi bo'lsa, xuddi sürtülgen almasdak yaltıraydı. Tang yıkılıp kalgan idi. Mevlana gözlerini yumup yüzünü meyn şamalga tuttu. Ve gül giyahlarının huşbuyunu tuyup pırdı. Xudaya tova. Bu cahan, bu payansız kainat şunca körkem, şunca güzel turukluk. Ademler nimişki bundak rezil, bundak rahim şefkatsiz yaralgandı. Mevlana Yasavullah onu halsizlanıp ketdi deb oyladı boğay, yana koltuğundan yöleşti. Lekin Ali Quşchi özüm mağaman dedi de ahsığınıca özüm mağdı. Ali Quşchini salamxonaga elib kirganda Mirza Abdullatif altın kursida cho'nqur xiyolga cho'mib o'ltiradi. İşga chilganda o cho'chib beshini ko'tardi. Keyin xuddi Ali Quşchidan hayitgandek asta minib yeniga keldi-da qo'l qovushtirib, "Assalomu alaykum Mevlana", dedi kutilmagan bir muloyimlik bilan. Bu tuzkor ata qotili nima bo'lgandi? Nimishqa buncha bola muloyim bo'lib qolgandi? Ali Quşchi tamg'i yulangunicha Shahzodaga hayron bo'lib tikildi. Mirza Abdullatifning ko'zlari uyqusizlikdan qizarib, saqal burutlari o'sib ketgan. Mijoz xulqimi g'alati bo'lib, o'zi qattiq sarosimida qolgan edi. Xudoyo tova, o nima bo'lgandi? Shahzoda tashvishlik chaqnayotgan ko'zlari bilan uningga qadilib birdam turdi. Keyin qo'lidagi shaqildiqini egiz ko'tarib, qattiq shaqildatdi. "Zindonbegi aqlsizlik qipti", dedi u eshikda paydo bo'lgan saravanga burilib. "Mevlana ko'p azob chekibdi. Bu zoti sharifini darhol munchiga olib kiring. Ustiga yangi kiyim kiygizib, qo'rsiqini to'qlab elib keling." Hayronlikdan tili lol bo'lib qolgan Ali Quşchi as-hushini yig'ib bo'lguncha saroyvan uni qo'ltiqidan yo'lab salomxonadan elib chiqib ketdi. Mirza Abdullatif o'z farmonidan mamnun bo'lsa kerak, miyig'ida kulgunicha qo'llarini orqasiga qilib taxt atrofida aylanishga boshladi. Ali Quşchini chaqirtishdan maqsad uningdan zoyichiga qarab o'z taqdirini bilib berishni so'rash edi. Chunki rasadxonada yuz bergan voqeadan keyin Shahzoda yana koni kasalga mubtalo bo'lgan edi. U
kechsila emas, kunduzimi qo'rqadigan, ko'ziga bir nimalar ko'rinadigan bo'lib qoldi. To'satdan tunigun kechqurun Shahzoda Sulton Muhammadning bir parcha xati uning qo'liga tushib qoldi. Xat Shayxul Islom Burhoniddin janoblariga yo'llangan bo'lib, uningda ikki shahzoda Mirza Abdullah bilan Abu Said Mirzaning nomi tilg'ini ilingan edi. Zoyicha goroskop, astronomiyada ishlatiladigan asbob, munajjimlarning yulduz va jadvallarga qarab bishorat qilishi. Uzundan beri Shahzoda Shayxul Islom Burhoniddindan xabar xavfsirab yuratdi. Çakır gözlük bu hakavur ölüma güya onu mensitmeyvatqandek tuyulatdı. Onun saraya kadem basmaslıqının üzüma, onun qara niyetinden direk bir etti. Rast, Irak Khorasan'dan yollanan bu mektup, şundaq sırlıq söz ibareler bilen yazılganı ki, onun mezmununu biliş mümkün emes idi. Bırak, sırlıq sözler bilen yazılgan bu xatning Shayxul Islom Burhoniddinga yo'llanganligining o'zi, xususan uningda ikki shahzodaning nomi tilga ilinganligi Mirza Abdulatifning ko'nglidagi poytaxtda menga qarshi to'polon bor degan gumonni texmo kuchaytdi. O Mirza Abdullahni yaqinda ko'rgan edi. Lekin Mirza Abu Said o Shahzoda Shayxul Islom Burhoniddinning qanchalik xavfsirasa, Kaysar teki Türkmenler qeni aralashgan bu Mirzadinmo shuncha cho'chib yuradi. Mirza Abdullatif uni o'z ko'zi bilan ko'rish qaroriga keldi. O divan begi bilan yasovul beshini elib, ko'k saroy ostidagi zindonlarga, to'g'rirog'i zindonlarga boradigan qop-qorong'u tar yo'lga tushdi. Zindon begi boshliq bir necha yasovul qo'llaridagi mash'allar bilan tar ham qarong'u yer osti yo'lini yo'ritib oldida ketayotdi. Mirza Abdullatif a'zoyi badanini chulg'agan qo'rqinchdan yuragi suv bo'lib, mashal tutgan yasovullarning keynidan qiqilib so'qilib ketib etib, bo'g'isi bino qildirgan bu yer osti o'nkirga, yılan izi bo'lib ketgan bu cheki yo'q tar lahmiga hayron bo'lib qaraydi. Mashal sho'lisida alla nimalar yugurib yurgan bu qarong'u yo'l texmi so'g'uq, texmi vahimilik tuyulatdi. Abu Said Mirza bu qarong'u o'nkirning eng chetida, baxt egisi Amir Temur o'zining eng yovuz dushmanlarini qamaydigan, ishkiga temir qoplangan tar qamoqxonada yotadi. Mirza Abdullatifni ko'rib, nima uchundir alaqsad bo'lib ketgan zindon begining qo'llari dir titrab, ishikning qulupini siylashtirib, uzoq temizqildi. Oxir yasovul beshi uni ittirib tashlab, ishikni o'zi ochdi va yenidagi yasovulning qo'lidagi mashalni tortib olib, ichiga birinchi bo'lib kirdi. Uning keynidan Mirza Abdullatif kirdi-da, yuragi muzlab ketdi. Qamoqxona bo'sh bo'lib, bir uchi tamg'i mixlangan uzun kishan yerda arg'amchidek yotadi. To'polon taxtga Abu Said Mirzani chiqarish uchun uyushtirilgan to'polon. 5 yildanlashqa boshlagan Mirza Abdullatif ko'zlarini chekchaytib zindon begiga qaradi. Zindon begi xuddi birisi putiga palto chepib etgandek güp qilib yerga yiqildi-da, Shahzodaning peshiga esildi. Qudratlik shohim, qasam ichamanki, bu ishdan xabarim yo'q. Ya tapsan, ya o'lisan. Mirza Abdullatif iteklarini suyib, yerda do'milab yotgan zindon begini bir tepdi-da, xuddi talbaladek uning ustiga minib olib, rasa dumballashga boshladi. Birdamdala og'zi burni qip-qizil qonga bo'yalgan zindon begi qo'llari bilan yuz ko'zini, beshini yushurishga urinib, yerda yilondek to'lg'anib yotadi. Qon tükürib bir nimalarni deydi. Yelanib yalvaradi. Lekin uning
mehri shafqat tilab qilgan iltijosi, og'zidan chiqayotgan qon Mirzo Abdulatifning qalbida mehr shafqat emas, aksicha qahr g'azab uyg'otgandek, uni texmo qattiq savoydi. Ko'zlari talvilachi yenib, shafqatsizlik bilan mushtlaydi va tepatdi. O faqat zindon begi hushidan ketib, jimib qolgandila dumbalashdan to'xtab, atrofiga qaradi. Hammasi uningdan ko'zini qochiradi. Hammasining chiroyida qo'rqinch aralash allaqandoq jirginish ifodasi bor edi. O'pkisini aram bosgan shahzoda birda do'milab yotgan zindon begiga, birda qishida turgan mahramlariga qaradi-da, o'zinimi vahima besib, shaqqida burilib, qamoqxonadan chiqdi. O salomxonaga qaytib berib, butun Ko'ksaroyni beshiqi kiydi. Ağırıq yatqan Əmir Sultan jandarını aldırıp gelip so'roqqa tortdi. Lekin buningdan nima foyda? O hamda Abu Said Mirzaning tepelishiga ishonmadi. Poytaxtda maxfiy to'polon uyushtirayotganida hamda hech shak qolmadi. Lekin bu to'polonni uyushtiruvchi kim? Shayxul Islom Burhoniddinmi? Agar Shayxul Islom bo'lsa, ularga qaysi amir, qaysi harbiy amaldor, qaysi arbob qo'shilgandi. Kashki Shahzoda bu to'polonning sirini uqqan bo'lsa, uningga ishtirok qilgan barcha dushmanlarni tutsa. Lekin hozirchi kimni tutadi? Shayxul Islom Burhoniddinmi? Afsuski, uning kuchi amirlarga, bag va bagzodalarga yes yetidiki, Shayxul Islomga qo'l tekkizolmaydi. Şeytanga ders beradigan bu sardor sarkardilarning qaysi birini tutadi? Mirzo Abdulatifning nazarida endi bütün Mavar-un-Nahrda ishongudek, tayongudek bu hiyli mikriga aralashmagan bir odam qolmagan. Hatto Balixdan o'zi elib kelgan xizmatkorlarimi onunla qarshi turishga boshlagan edi. Mirzo Abdulatifning kallasiga to'satdan bir fikr kelib, Salomxonaning o'ttirisi to'xtab qoldi. Uning esiga otasi Mirzo Ulug'bekning bir gapi keldi. Otasi dal shu yerda oltin kursining yenida turib, "Balam," degan edi yalvorib. "Bu la'nati toj taxt, bu turaqsiz hokimiyat hech bir odamga vafo qilgan emas. Sen tugul, hatto Cennet makan boğan emir tümür kuruganimo vapa kılgan emes. Sen tügül hatta cennet makan boğan emir tümür kuruganimo vapa kılgan emes. Bu taj taxtni deb halokatga yuz tutmagın. Çünkü taj taxt bilen vapasız xotun o'ttirisida farq yo'q, balam. Estağfurullah. Bu o bitap şahның ilticası erş alağı yetip barar mı? Onun göz yaşları inametki elenip kalar mı? Yok. Nimelerini xiyal kılıvatı ben? İslam dinine kılıç götürgen o şahның tiliga icabet olmaz. Günahkar bendeni özün saklıgaysen, hallaka alem. İşik asta açılıp, bu suğuda sarayben küründü. İşik açılganda çöçüp kılıçının sepini tutup qalgan Mirzo Abdulatif qorqqanligini çandırması üçün kökrükini kerdi. Hoş, Mevlana Ali Kuşçu elip kelindi. Ey kirson! Mirzo Abdulatif qatar la'al o'rultilgan kumush kamirini ruslab, taxtga berib o'ltirdi. Onun yuragi nima uchundir tez selishga boshlab, hayajondan nafsi qısılgan idi. Sarayvan tarafidan yo'libilingan Ali Kuşçu kesel adamdek asta qadam besib uyga kirib keldi-da, yana bayiqidek tamg'i yo'linib, beshini tuban soldi. O ta'zim qildimi yoki holsizlanganligidan beshi sangilab ketdimi, buni bilib bo'lmaydi. Ali Kuşçuning putiga o'tuk, ustiga qora mumut chapan, beshiga qora qunduz talpak kuygizilgan bo'lib, faqat soqol burutlari ilinmagan edi. Biroq
Üsüp ketken sakal burutlary onun solğun, tatargan çırayga başqaça bir salapet, heybe bəxşit etdi. Mirza Abdüllatif Sarayvenge çıkıp dur dep işaret kıldı da köңlü bir kısmı bulup Ali Kuşçu'nun aldığı bardı ve avazını özgerdi. Qandaqraq turdunuz dedi. Ahvalınız yaxşımı Mevlana? Ali Kuşçu közünü bir açıp yeni yumdu. Aldıda toluq ihtiram bilen kol quvuşturup turgan Mirza Abdüllatifni görüp yenim bayıqadek heyran buldu. Bu kazzab, nima bo'lgandi? Bu qanxor jallar birdamdala insofga kelib qolganmidi? Xudoga shukr, dedi o asta. Tamoq yedingizmi, Mevlana? Ali Kuşçu bilinar bilinmez başlanıştı. Yedim. Bir yutum may içemsiz Ali Kuşçu öndümedi. O yanıla közünü yumup duradı. Monçuğu çüşüp bulup, yaxşı uzuqlanğandan keyin onun a'zoyi bedeni tamamen buşup, zıngıldap ağırgan putları titrep, köz aldı qarangoluşup, xiyali çigişlişip gitvatatdı. Eğer Şahzade icazet verse, o hazırla yetivalatdı da uykuğa gitdi. Mirza Abdüllatif tekşide turgan naqshlik isil ko'zidan bir piyola sharab quyib kelib, Ali Kuşçuga tutdi. Bir yutum için Mevlana. Şifa suyu. Kuvvet bulur. Şifa bulup qolsa ajab emas. Ali Kuşçu dir titriyen qo'liga qadahni elib, bir götürüşüde içip oldu. Mirza Abdüllatif onun qo'lidan piyolani elib tekçiga qo'ydi. Keyin lam jim demey salamxonani bir necha qatim aylanib chiqdi. O sharobning ta'sir qilishini kutib, Mevlanaga yer ostidan pat-pat qarab qo'yatdi. Darvaqa sal o'tgandan keyin Ali Kuşçuning aqirib ketgan yuziga qizillik yugurdi. Közleri çaqnap, həşəmətlik salamxonini ko'zdan kechirdi. Mirza Abdüllatif yulanchkiga hal birilgan yumshoq o'rindiqlardan birini onun oldiga surib qo'ydi. O'ltiring, Mevlana. Ali Kuşçu ishida kulib qo'ydi. Uning kallasida qiziq. Bu hiylagar iflos nima bo'lgandi? Uning maqsadi nima? degan fikr kechdi. Sharab onun fikrini roşanlaştırıp, bütün vücudunu qaqshatgan ağırlıqni sel bastı. Mirza Abdüllatif onun aldıda kol quvuşturup to'xtadi ve yeni bayıqidek mulayimlik bilen. Aziz birader, dedi. Sizdek devrinin danasını alayda teklif qilishda kemininin bir tilikim var. Lekin bu tilikimni izhar qilishdan burun sizning bir narsani bilib kelishingizni so'rayman. Sizni qamoqqa ilishga farmon berganimda bu alvostila sizni bunchalik qiyin qistoq qilur deb o'ylamagan edim. Apo qilg'aysiz, Mevlana. Ha, o'ylamagan edim. Ehtimol ustozning orqasidan qotil avatganingdimi? O zamonimizning tengdaşsız aliminin qutluk beşini kesilidi deb o'ylamagansan. Bugün halimizni ko'rib bekme pushaymon qildim. Zindan begini qattiq jazolab qamitib qo'ydim. Beno'xson Parvardigor, g'ofil bandangning gunohini kechirgaysan. Xudoya tova. Bu shafqatsiz mustabidning beshiga nima kun tushkuniga qamoqda yatgan mendek ojiz bandidan kechirim so'raydikin. Ali Kuşçu Mirza Abdüllatifning alaq jalaq bo'lib turgan ko'zlaridan ko'zini qochirdi. Sizdek hakim mutlaq haq Allah, peqirdek mo'min bandalardan afu so'ramaydi. Maqsadingiz nima? Davring shahzoda. Ali Kuşçuning gapi Mirza Abdüllatifga yoqmadi bo'lg'ay, uning yuzi qizarib qapqi silindi. Sizni chaqirishdan mudoim shuki, dedi chiroyi o'ngib. Zoyichiga qarab
saltanatning taqdirini bilib bəsiniz. Ali Qushchining lavlariga bilinar bilmas kulki yugurdi. Falakiyat ilmiga ishonmay, ustoz barpo qilgan rasadxonani dinsizlar o'bisi degan odam endi nimishqa kaminaga murojaat qiladi. Shahzoda uning kulkisini tushundi bo'lg'ay. Ko'nglinizga azor bergan bo'lsam kechirgaysiz, Mavlana, dedi uxtat. Uning kasalman chiroyida cho'nqur bir dard aks etdi. Ovozi to'limi g'amkin va samimiy ohangda titrab chiqdi. Ammo sizdan yushurmayman, Mavlana. Hodisalardagi taraqqiyot shuki, o'z taqdirim ustida o'ylanmay ilojim yo'q. Chunki el xalqning taqdiri toj sohibining taqdiriga bog'liqdir. Siz bo'lsangiz, koinot sirlari bilan yulduzlarning sirlarini bilasiz, Mavlana. Ali Qushchi yanala ko'zini ochmay jim o'ltiradi. Kallasida har xil to'qinishlar paydo bo'ladi. Ne yaratquchining va ne bendisining jazosidan qo'rqmay o'z otangni qatl qilding. Bu vafosız toj taxtni deb butkul donishmandlar sardori bo'lgan ulug' olimning jiniga somin bo'ldi. Endi ostindagi taxt tavraganda taqdiringdan qo'rqib zindonda yotgan bir ojiz bandiga bosh egisan, ha? Biroq faqir ojiz banda nima deydim? Hal ahvoling cho'chakdagi yo'lovchining ahvoliga o'xshaydi. O'ngga mangsang shirg'i yo'liqsan, so'lga mangsang ajdahoga. Chunki o'z otasiga tig' ko'türgan tuzkorning taqdiri zoyisizmi ayon. Peshonangga la'nat tamg'isi besilib, abadil abad badnom va xor bo'lganliging o'zligidan ma'lum bo'lib turibdi, Shahzoda. Kechirgaysiz, Shahzoda. Faqir ilmiy nujum tashlavatganimga uzun bo'ldi. Barakalloh sizga, kuldi Mirzo Abdullatif. Onun kulkisi saxta ve allaqandaq asabiylech edi. İlmi nujum babida danqingiz olamga pur ketgandi. O burunqa aka, hozir og'riqman. Og'riq bo'lsangiz teyiplarga ko'stiman. Xohlasangiz ko'k saroyda turing. Bo'lmasa rasadxonada turing. Eng yaxshi baqovullar, eng sodiq mahramlar xizmatingizga tayyor. Mirzo Abdullatif uningdan javob kutib turmayla shaqildiqini shaqildatdi va eshikda paydo bo'lgan saroymanga qarab farmon berdi. Mavloniga ko'k saroydan eng ko'rkam, eng havoliq joy tayinlang. Bu muhtaram zotni bugunla saroy teyiplariga ko'rsatding. Baqovullarni belgilang. Yaxshi taomlarni tayyorlab bersin. Mavlonining holidan endi o'zim xabar olib turman. Ali Qushchi anasi Tilla bibining so'zini esiga oldi. Rahmatlik qiblagohing aytgan edi. Shir bilan podshohdan yiroq bo'lish kerak. O xo'rsinib o'rnidan turdi. Nima chora? Bu mustabidning qahri g'azabini ko'rdim. Endi mehri shafqatini ko'rib qo'y, Ali. Her holda zindonda yotganingdan yomon bo'lmas. Ali Qushchi miyqida kulib, saroyvanning boshlashi bilan salom xonasidan chiqdi. Qadrli kitob anglovchi do'stlar, Ulug'bek g'azinasi 2-qism 21-mavzu mishada tugudi. 22-mavzuda ko'rishimiz. Aman bo'linglar, xushvaqt bo'linglar. Rahmat.